Sizga 27 ta xona kerakmi? Kimga 27 ta xona kerak? Kerak emas. Bitta mashina yetarli. Yo, faqat katta mashina kerak. Uni bilasizlar, benzin xarajati bor, anaqasi bor. Kichkina ham bo'laveradi. Bilasizlar, yeni insonga eng qimmat narsa beradi. Qalbga xotirjamlik beradi. Nima qimmat narsa yo'q. Mana sizlar ro'd chekdi, ko'rdinglar. 20 trillionga yaqin pul bor edi. Lekin 7 marta yuragini almashdi, prezident. Buni epikor aytadi. Siz bolakay tashvishlardan qutulmoqchisiz. Yo'q, sizning tashvishlaringiz bor. Ana shuning uchun ilm baribir boyliksiz iloji yo'q. Aytaman, yaqinda 20 million savdo qilamiz. Shuncha yo'q. Nima uchun? Asal ma'lumotlar ko'plari qaytarib oldi, o'qishga vaqtim bo'lmaydi. Nima uchun bizni davlatimizda O'zbekistonda kitobga e'tibor ketgandek bo'lamiz? Endi hurmatli insonlar aytib-ku, diniy dedilar. Bizda jamiyatimizda hurmatli insonlarning joyi o'zgardi. Endi hurmatli insonlar ilmli insonlar. Bunda jamiyat o'zgaradi. Oldin boshqacha edi. Shu ilmli insonlar qadrlaymiz, ustozlar qadrlaymiz, masaladan sizga pul berib o'tmaymiz. Qat ilm uchun kelibsizlar. Xuddi shunda jamiyat rivojlanadi. Fiziklar, ustozlar, mexaniklar, hech qilib keyin yana bilib olinglar, faqat yoqqan kasbinglar. Ular pulga ishqiboz bo'lib chiroyli bo'ladi, yo'q, demak, sizlar yashamayapsiz. Yoqqan kasbinglar deysizlar, yashab o'tasiz. Qalban. Fidoyi bo'ling. Ilmga xiyonat, kasbga xiyonat degan narsa bor. Shuni eshitib olinglar. Biz o'qishdan keyin ishlashga majbur bo'lamiz. Yo'q, bu ilmga xiyonat. Demak, 4 yil o'qiyapmiz-da, qanaqa ishlaganimizga o'qiyapmiz, tushunasizlar. Kasbga xiyonat. İşten keyin ishlashga majbur bo'lamiz. Yo'q, biz o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Yoki boshqa yo'lni tanlashimiz kerak. Chunki ilmni fidoyi insonlar boshqaradi. Agronomlar yetishmayapti. O'sha kasbni tanlash uchun nima qilish kerak? Mana o'zi yoqqan narsasini tanlab o'sha bo'yicha ketish kerak deyapsiz. O'shani tanlab olish uchun ham nima bo'lyapti endi? Bunday nimasi bor? Ikkilanish bo'ladi. Baribir tushunmaydi. Qalbi uyg'otadigan narsa kitob hisoblanadi. Qalbi bizga xulosa. Masalan, Sarvar olam aytdilar-da, insonning tanasida bir parcha bo'sh bo'ladi. U og'risa tana kasal bo'ladi. U sog'lom bo'lsa tana sog'lom bo'ladi. Mana bu narsani yumshatadigan, kuch beradigan narsa ilm hisoblanadi. Bu siraj. Ta'lim eshitib olinglar. 3 ta narsadan olinadi. Ustozlardan, kitoblardan, hayotdan. Eng og'iri hayotiy hisoblanadi. Nima uchun? Hayotdan olsang ta'lim bera olmaydi hech bir ma'no. 3 ta hayotiy ustoz. Och qorin, bo'sh cho'chak, yaralangan qalb. O'shaning mana bilan o'qinglar. Ko'proq foydasi tegadi. Bitta kitob o'qisangiz 40 yil yashaysiz. 10 ta kitob o'qisangiz 400 yil yashaysiz. 1000 ta kitob o'qing. Siz bitta insonning hayotini kechirib o'tsangiz, hayotga qarshi tura olasiz. Masalan, bir ko'p muammolarim bo'ldi, bir ustoz kelib aytdi-da, hayot muammolari xuddi to'fonga o'xshaydi. Agar oyog'ingda tik turib bersang, u tez orada tarqaydi. Tik turib berish uchun nima qilamiz kerak? Ilmingiz boshqa. Silaji yo'q, nima qilamiz? Bu gapingiz qattiq ta'sir qildi-da. Nima uchun bizda gadoylarga pul beradilar-u, ilmlilarga, insonlarga pul bermaydi? Mana shu sal mukammal etilmadi, yaxshilab aytib beradi. Yagani juda hurmat qilaman filosoflarni. Falsafa kitobini ko'p o'qimagan, mana aforizmlarni ko'p o'qigan. Aytiladi, yagani aytadi. Nima uchun insonlar dono insonlarga pul bermaydilar-u, gadoylarga pul beradilar desa? Odamlar ahmoq emas. Ular bilishadi, ko'r va kar bo'lib qolishligi mumkinligini. Muhtoj bo'lib qolishligi mumkinligini. Lekin ular aniq bilishadiki, dono bo'la olmasligini. Dono bo'lish uchun ma'lum bo'lish kerak-da, har kimga emas. O'shaning uchun falsafa, ilm yo'lini har kim tanlolmaydi. Og'ir yo'l. Lekin bu og'ir yo'lni kesib o'tasiz, ja bo'lmasa ajoyib farzandni tarbiya qilib qoldirishga muvaffaq bo'lasiz. Yana bitta gap aytdingiz, ilmli insonlar ilmsiz insonlarni boshqaradi. Bu qanchalik to'g'ri? Kitob o'qiganlar, kitob o'qimaganlar. Katta firmaga boring, любой ishxonaga boring. Yaxshi, u yerda kompyuter programmistlar bor, kompyuter anaqalar bor. Sotib olinglar. Masalan, Diego aytadi, pulga oyoq kiyim sotib olasiz, yurishni sotib ololmaysiz, ovqat sotib olasiz, ishtaha sotib ololmaysiz, to'shak sotib olasiz, uyqu sotib ololmaysiz, dori sotib olasiz, sog'lik sotib ololmaysiz, ko'ngil xushlik sotib olasiz, baxtni sotib ololmaysiz, ishchilar sotib olasiz, do'stlarni sotib ololmaysiz. Aqlli insonlarni sotib olasiz, lekin aqlni sotib ololmaysiz. Tushunyapsizmi? Sizning aqlingiz bor, lekin sizni sotib olishadi, lekin qadrliroq qilib sotib olishadi. Tushunyapsizmi? Qadrliroq. Oddiy g'isht teruvchi bor, professional g'isht teruvchi bor. Umumingiz ham oylik daromadsiz ko'payadi. Nima uchun? Siz u ishni chiroyli, hammadan sifatli qilasiz. Qalban. Mana yana bitta savol beringlar. Yana qo'rqitgan narsam, hozir mana internetda berayotgan intervyularingizdan keyin, operatsiyalardan keyin hozir xalqimiz bitta lovullab yonida, bu lovullash cho'g'i yana qancha davom etadi, yana sovib qolmaydimi? O'chmaydigan narsa, o'chmaydigan. Bir bola mana videoyni analiz qilibdi-da. Nima uchun 700 mingga yaqin, 200 mingga, 2 millionga yaqin prosmotr, podpishchik Instagramda 200 mingga yaqin. Bu aka dedi, hech qanaqa o'ziga manfaat ko'zlamadi.
hech narsani man taklif qilmadim, faqat o'qinglar dedim. Shunisi bilan o'zgarishdi. Insonlarga kerakli narsani aytib, kerakli narsa edi. Sizlar charchadinglar-da. Lavash yeyib charchabasizlar, kiyim kiyib nima bu? Kecha bitta ustoz aytibdi, telefon olaman deb foshlari o'sib ketgan. Xo'p, oldingiz, yana keyin yana bitta telefon olishingiz kerak. Buyumlar uchun emas, ilm uchun. Menga tushirgan telefonim ham bo'lmadi. Ot kiyimim ham bo'lmadi. Xayrli aka, bitta savol. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ansaka. Eng zo'r russkiy pisatelь kim? Shuni bilmoqchi. Rus pisatellardan 3 tasi titan hisoblanadi. Titan. Lev Nikolaevich Tolstoy, Fedor Mixailov Dostoyevskiy, Pushkin. Brodsky. Ular ham balki sababdor, eng buyuklari shular. Dostoyevskiy birinchi o'rinda turadi. И Bulgakov. Sog'. Baribir insonlar nimaga boradi deyapti? Nima, falsafiy taraflama bo'lsa, falsafani o'rganish kerak deyilyapti. Mana shu falsafani o'rganish uchun qaysi kitoblardan foydalansa bo'ladi? Falsafiy. Falsafani o'zi hayotda o'rganiladi. Hayotda o'rganiladi, odamlar adashtirishini. Shu YouTube'dan ko'ringlar. Tayyor. Masalan, yechishi bor, freskoli videolarni tomosha qilinglar, falsafiy videolar tiqilyapti. Ularni ozgina eshitib turasizlar. Prosta miyani ochib olish uchun kerakda. Mana masalan Umar Xayyomning videosini ko'rgandan videosini teyida qarasam, bitta bola yozyapti deb ko'rdim kommentariyada, u umuman kitob o'qimagan. Lekin u aytyapti. Bu nima gapiryapti? Bu inson nimalar gapiryapti? Miyalari portlab ketyapti. Yengil olganingizda miyalari chirsilab ketib qoladi, iskir oladi. Bunga hech narsa yetmaydi. Shunaqa bo'lgan ekan, ilmni shu anaqasi uchun olimlar bir haftalab, 2 haftalab nazarlar bo'lmasin. Ilm anaqasi. Yengil narsa bilsangiz, ana adrenalinda yuribsiz, u motivatsiya. Keyin bilib olinglar. Yana oxirgi gap. Meni gaplarim xuddi qamchi zarbasiga o'xshaydi. Urdingiz bir pastor orasi tarqaydi. Endi bu abadiy bo'lish uchun mana buni to'xtatmasdan o'qishimiz kerak. To'xtatmasdan o'qishimiz kerak. Bunga hech narsa yetmaydi, bilib oling. Bunga hech narsa yetmaydi. Hech narsa o'zini qoplolmaydi. Hech narsa. Eng e'tiborli xotirjamlik beradi. Mana men uchun nima uchun ko'p gaplashib kerak. Menda narsa bor. Endi yo'q narsa endi qanaqa qilib gaplashishingiz mumkin. Zerikib qolasizlar, to'g'rimi? Ha, bo'ldi. O'shaning uchun do'stlar, bitta kitoblarni olib kelinglar, o'qinglar, tanlab olinglar, o'zingizlar qalblaringizdan chaqiradi. Qancha ko'p o'qisanglar, shuncha yaxshi do'stlar. Prosta bizga endi bitta bizada emas, dunyo bo'yicha hozir yaxshi mutaxassislar yetishmayapti. Dunyo bo'yicha, yaxshi doktorlar, yaxshi mutaxassislar, yaxshi nima uchun? O'qimasdan bu iloji yo'q ularda. Ilmni sotib bo'lmaydi. Mana masalan hozir trillion beringlar, hammaning narsasini sotib olmaslar. Qolagan deb faqat yetib berishimiz kerak. Endi shuni joyinglar. Ha, trillion bo'ladi. Lekin pulli bo'ladi. Menga yordam beringlar, agar sharoitlar bo'lsa, bitta yoqqan shu kitoblarda go'talarda, joylarga ish maqsadini berdi. Yoqqan joylarini bitta qo'yib qo'yaveringlar. Instagram maqsadga bosing. Ben bittiyiz, o'zi shuncha narsaga sababchi bo'lsa, sizlar qancha narsaga sababchi bo'lasiz. Balki dunyo kitob o'qishi boshlaydi. 8 milliard aholi. Tasavvur qiling, har bitta xonadonda kutubxona bor. Hamma o'qiyapti. Qanaqa ideal jamiyat? Qanaqa ideal jamiyat? Qarang, hech bu endi bu yog'ini fantaziya asarlarida o'qisizlar. Aleksandr Belayev Вечный хлеб degan asar bor. Aleksandr Belayev fantastika. Bilib olinglar, davlat rivojlanishi uchun fantaziya yozuvchilar kerak. Yevropani yuksalishga fantaziya yozuvchilar sababchi. Shuni ber. Nima uchun? Ularni o'qishida bolalar ishtiyoq olib shu narsalarni yasashni boshlaydi. Bo'ldi, rahmat. Endi bitta kitob o'zingizlar tanlab ola qolinglar. Mana endi gap ketyapti, bitta joylarda ishlarim bor. Balki ketib qolishim mumkin. Xabar bo'linglar. Eng bugun xursand bo'lgan narsam Sari Mudritsi Poeti degan kitobni yo'qotib qo'ygan edim. Yuragim uzilib ketgandek bo'lgan. Shu kitobimni topib oldim. Men sekin o'qiyman. Shu, salomat bo'linglar. Rahmat. Barlaringiz. Salomat bo'ling.